Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 2-ayning 19 kuni chorshanba. Men yana azroq uchur sizlarga yetkazib qo'yay. Shu uchurlarni yetkazishdan burun indiragan bir necha yig'iz gaplarim bor. Uniki birisi yaqinda men taqatgan uchurniki ishonchlik darajasi haqida azroq gaplar bo'lindi Facebookda. Endi sizlarning xabaringlar bor. Bir qism qarindoshlar cho'ng xatar ichida vatan kuchlarni sirtqa chiqarishga tirishyotdi. Endi ularni kam kishida so'zlayolmaganligi uchun ba'zi uchurlarni biz o'ylagandek to'liq deb ketolmayotdi. Masalan, bu yerning ismi, lagerning ismi, odamning ismi, vaqa bo'lgan vaqti degandek bunday uchurlar pek tafsiliy emas. Shu sababdan men bu uchurlarni muxbirlarga yetkazishni biroz qiynalyapman. Ular mana narsani so'raydi. Har qatim ba'zilarda men shu yetkazgan odamga bu odamdan buni qayta so'rab yurib shu uchurlarni aniqlashga tirishyapman. Ba'zi joylarda unday mumkinchiligi yo'q. Endi bu yerda bir nuqta, muhim nuqta, hammamiz tirishyapmiz. Chet eldagi qarindoshlarga rost uchurni aynan uchurni yetkazishga tirishyapmiz. Lekin ba'zi joylarda ancha-muncha yetersizliklar bo'lib qoldi ekan hozirgi vaziyat mana bu holat uchun. Shuni to'g'ri tushunsanlar. Hozir endi ba'zi qarindoshlar maytga uchurlarni ularniki ro'yiga bak ta'sir qilib biroz ro'yxatni qiynab qo'yayotganligini ifodaladi. Men buni to'xtatib qo'ysam bularniki deb o'ylab baxtim biroz. Bu meniki uchurlarni yetkazishning asosiy maqsad biroz salbiy xabarlarga bardosh berolmaydigan qarindoshlarni qiynash emas, unday emas. Mening uchurlarimga qiziqayotgan odamlar pek ko'p. Shu juma kuni so'zlagan bir videom bor, chiqqan video. Uningda men shu uchur to'plashga chaqiriq qilgan ba'zi yangi faollarni deb qo'ygan. Juma kunida chiqqan video bo'lgan chorshanba shu 5 kunlik vaqtning ichida hozir 6000 qadamdan jiq ko'rilib bo'ldi bu. Demak, nurg'un qarindoshlar bunga qiziqyotdi. Endi salbiy uchurlardan biroz qiynalib qolgan qarindoshlarni o'ylab buni to'xtatib desam, bu uchun men taqdirdan uchurlardan chet el medialari, bir qism allaniki hukumatlari, bir qism tashkilotlar foydalanyapti bu uchurlardan. Agarchi uchurim men chiqargan uchurlar mukammal bo'lmasa-mu, bundan bir qism ular foydalanyapti men yuqori degandek. Shunga bir asosiy maqsad ashani ko'zlagan ish. Odatdagi qarindoshlar chet eldagi meniki uchurni anglagandan keyin undan bak bir qiymat chiqarmasligi mumkin. Uni anlatlan bir ishni qilib ketishini atayin. Bu yerda mening asos ko'z tutayotganim chet el tashkilot, xalqaro tashkilot, chet el hukumatlari, lekin faoliyat qilayotgan Uyg'urlar. Ular vatanning ishini qancha to'g'ri tushunsa, qilayotgan ishini bir qaratmaligi bor, tariqada qila oladi. Konkretni hozir bo'layotgan xatarlarni o'tirg'a tashlay oladi. Boshqa shu maqsad qilgan. Endi Xitoyda kishilarni majburlab video narsani ko'rsatishlar bor. Buni nurg'unlarimiz o'zbekimizdan kechirgan idora maydonlarini yig'ib olib kinolarni yoki videolarni qo'yib qo'ygan bor. Meniki mashimda ish emas, bu majbur xarakter yo'q. Qattiq majbur xarakter yo'q. Hech qanday qadamga. Shunga agar ba'zi qarindoshlar qiynab qolgan bo'lsalar, ko'msanlar bo'ldi. Men qiynab ketdim, chiqarmisangiz desangiz biroz muvofiq emas. Yoki chiqarishga maqsadni deb qo'ydim men. Bunday qilish muvofiq emas. Odam o'zining kayfiyatini tanlashda quloqiga kiradigan, ko'ziga kiradigan uchurlarni kontrol qilish bek muhim. Men Amerikaga yangi kelgan vaqtimda shu falastinliklar bilan yahudlar o'tirishidagi suqashniki xabarlarni bek jiq ko'rdim. Har kuni so'qishmisi 5 ta cho'ng medialarniki xabarlarni ko'rdim men. U joyda shu falastinliklar atrofida turib, yahudlar shunchalik qo'sqim ko'pib, shu kech uxlayman, shuna qiynab ketdim. Keyin afalarni bir qadar tushunishga boshlagandan keyin u ishlarni u joyda o'zini bek qiynamaydigan bo'ldim. Bunda uchurlarni ko'rmayman men. Hozirgidek fojiadimi falastinliklarniki Uyg'urlarga bir haqiqiy yo'sinda maydonga chiqib Uyg'urlar uchun gapirib qolgan bilmayman men. Lekin Uyg'urlar intayin jiq
tirishchilik ko'rsatgan ayni vaqtda. Demakchi o'g'lim men bu uchun kontrol qilaman ana shundoq. Hozir endi bizniki beshimiz kelgan shu krizis, shu cho'ng xatar, shundan qutulish ehtimolligi bormi deb butun vaqtimni, zehnimni shu sohaga jirinjaqlayapman hozir. Boshqa narsadan hech ko'rmayman. Shuni qarindoshlarimiz taqsim qildi. Amerikada bir program bor. Amerikaliklar talantliq degan, American Got Talent degan program. Haftada bir qatim qo'ydi buni. Shuni ijod qilgan bir odam bor, angliyalik. Bu odam turmush odati haqida hozircha narsa ko'rib baxtim. U kishi aytganisi qo'pib qat'iy xabar hech kim ko'rmay ekan. Qo'choq videolarni ko'rdi ekan, bolalarning videosini. Kim muxbirlar so'raganda Simon degan kishi. Kim muxbirlar so'raganda nima shunday qilsan desa, qo'choq kinolar degan odamdan qo'shaqilgan narsa. Hech qanday bir detalam narsa ekanmaydi u. Deb shuni dedi yashidan o'zi. Shunga bu ishlarni har bir odam o'zining ahvoliga qarab turib tanishish kerak. Shunga ma'lumotga to'xtatdi deb ana tilab o'tirib qo'ysak muvofiq bo'lmaydi. Bu bir narsani eslatib qo'yay. Andan keyin uchurlarni ingliz taqasimiz bo'lmadi degan qarindoshlarım bor. Ko'ngillarni tushunaman. Bu takliflarni aytib, urliq taklif. Men ingliz taqasini tirishayapman. Agar Twitter ishlatayotgan qarindoshlar bo'lsa, qislar buni. Men har kuni degidek shu hozir uyg'urlar taqtatgan muhim uchurlarni inglizcha yozib, hatta xil uzun yozib, u Twitterda bir qatimliq chiqiradigan narsa 50 tal so'zdan chiqib kesib bo'lmaydi. Internet qisqa. Boshqa ba'zilarda men 6-7 qismlarga bo'lib chiqarib degandek turib chiqaryapman buni. Bir qism chetanniki muxbirlari shu yerdan tepib izlab kelyapti. Javob uchurlarni egallashga bu jihatda qo'limdan kelishicha tirishayapman. Men Amerikaniki Kaliforniya shtati Los Angeles shahrida yashayman. Men turadigan yer Amerikaniki poytaxtiga bekchiroq. DC'ga berib kelishga, berishga 5,5 soat, kelishga 5,5 soat ketadi aeroplanda. Dunyoning markazlari Yevropalarga bu berishga texnikchiroq. Kelarapti bir faoliyat var mayli deyman gapini. Shu yerga boraymi deganda aeroplan biletlari qarasam, bevasi boradigan aeroplan yo'q ekan. Berish qilam 15 soatdan jiqvat ketgan, kechki 15 soatdan jiqvat ketgan. Men kichik yosh yigitlarni emas, hozir yashim bir berib qoldi. Shu ancha oson to'xtamaydi ekan, onun xizmatim bor meniki. İşte boshqa ba'zi gaplarni demak oson. Lekin hargiz meni yoki boshqani buni o'zlari o'ylamayotganligi deb o'ylab qolmanglar. Hozirdagi ahvolda men bu shakl bo'lgan hamma fursatlarni, hamma imkoniyatlarni ish qilyapman hozir. Buni kim davom ettirishim. Shunga biroz o'zaro tushuncha hosil qilishga tirishishimiz yaxshi. Nurg'un qarindoshlar shu juma kunidagi videodan keyin bir dunyo xarakterlik bir cho'ng palat qilsak mamdu, masalan bir cho'ng namoyish qilsak mamdu degan talablarni o'tirib qo'ydi. Men shu o'lkayaptilar bu talablarni, bu talabni men nimaga qo'ygan dunyo uyg'ur qurultiyi qilishga taklif bergan endi. Dunyo uyg'ur qurultiyi kelaraptilik bir cho'ngishga tayyorlik qilishga boshlagan xil uzun bo'ldi bunga. Bir oydan uzunroq bo'ldi. Nashkun oldida Doğan Esay'ımızın bu to'liq bir video chiqarib tushuncha berdi, chaqiriq qildi. Kelarapda BDT'ning 43-navbatlik osonlik millat ma'rifi tili va inson haqlari to'g'risida bir yig'in ochdik, bir haftalik yig'in bor ekan. Shu yig'in munosabati bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi shu Jenevadagi BDT binosining oldiga bir 80 kvadrat metrlik chedir tikib bir hafta aşağıda faoliyat qilmoqchi. Ko'pincha tashviqot, muxbirlar ko'rishish, undan keyin muxbirlar yig'ini bor buning ichida. Ashta qilib bir hafta aşağıda chilin ichida odamlar yetib, mushta faoliyat qilmoqchi. U yerga xil o'xshamaganlardan Uyg'urlar bor edi. Amerikada bor, boshqa yerlardan bor, masalan Norvegiyada degandek berib faoliyat qilmoqchi. Ular mushni uzun xil bir oydan burun planlab tikkan uzundan burun. Bunda ishlarga belki rasmiyatlari pek qo'l tutdi ekan, masalan deganlar biz namoyish qilayliklar hafta deb berib namoyish qilolmaykan. Bu ruxsatimiz olmaykan. Xabarlarda bor Jeneva Shveysariyaga joylashgan. Shveysariyada Uyg'urlar jiq emas, intan oz Uyg'urlar soni. Har qatim bu yerda namoyish qilgan chog'da Uyg'urlar boshqa yerdan bordi. Shuni u boshqa yerdan bordigan ulashtirish kerak ekan.
Münxendeki uygulanan ekleşişimi altı zorlaştırması olmaydı iken, andaki namayışqa ruhsat alması olmaydı iken, yerlik sakçı idarəsidən. Bunun mesela resmiyetleri var iken. Şuna bundaq deyiş asan bolğan bilen qilish kelgan chaqda unda tiz qıqıl olmay ekan. Aslında məmum müşkillər hətta əgər mesela bütün dünya boyunca bir çoğun namayış qılıb bir namayış bilan dünyani zilga tartgan bo'lsak nima bo'ladi deb o'yladim. Hozir bek asas masala nima desanglar, Uyghur vaslilik Uyghur bizniki vatandagi ahvoldagi bu nacharlashish bek tez o'tib ketdi yaqinda. Ammo virusning chiqishi, undan keyin hozirgi bir qism uyg'urlarniki oshqovatqanlik to'g'ri xabarlarning chiqishi bu nihoyatda tez o'tir chiqib ketdi bu. Buni 2-3 haftadan burun hech kim faraz qilmagan bunday bo'lganligini. Bu ishlar tez yuz berib ketgandan keyin faoliyat qilganlar ulgurolmay ekan bunga. Masalan, kelar hafta dünya xarakter çoğun namoyish qilindi, uyg'ur olmay ekan bunga. Dunyo ruhiyatini ne qilamiz, qilolmay ekan. Rasmiyatini tutup olmay ekan. Aşağı bu başqa başqa kadrida qiyinchiliklar bor. Buni to'g'ri bence o'ylandim. Amaliyotda namoyishchiliklar masalasiga kelsak, buni butun dunyoda agar bir kunda qila olgan bo'lsak pek yaxshi bo'ladi. 2 yil oldida bir qadam bir ovoz shu orasida qilingan namoyish bo'ldi. 2018-yili Dünya Ruh Qurultayı Ceneva'nın aldığı bir çoğun namoyish qildi. Onu men borgan. Shunchalik dag'dug'liq yaxshi bo'lgan. Agar hozir shu namoyish bo'lib qolsa, buniki ta'sir kuchi texnik ko'p cho'ng bo'ladi. Sababi nima desa, hozir Uyg'urlarniki jinindan cho'ng xatar ostida. Virusniki sababi bilan, anikin ochliqning sababi bilan hozir dunyoniki nazari qattiq tushdi Uyg'urlarga. Bunday vaqtda bu ishlarni qilsa belki unumi yaxshi bo'ladi. Lekin hozir darhol qilam dunyo xarakterlik birlashib qilish imkoniyati sal yo'q ekan. Ashta bo'lsa-mu, har bir davlatdagi tashkilotlar o'z oldinlarga o'rlashtirib olsalar bo'ladi. Bunda bir ish bor, buni hammamizdan bilamiz. Agar Istanbulda, Amerikadagi DC'da bir kun ichida tam namoyish bo'lib qolsa, İstanbul'daki muhbirlar herkes Amerika'daki namoyishdan xabar qilmaydi. Faqat İstanbul'dakilar xabar qiladi. Demakchi, bundaq xabarlar, bundaq ishlarga diqqatni qo'zg'ash yerlik bo'ladi shu yerning o'zida. Qanday dunyo xarakterlik bo'lib ketmaydi. Ajda boshqa garchi bunday ishlarni bir kunda o'xshash vaqtda dunyo miqyosi qolsa yaxshi. Qilamgan ahvolida har bir davlatga Uyg'urlar tashkilotlar o'rlashtirib o'z oldiga qilsa bo'laverdi bu ishni. Lekin yana bir muhim ish bor bu yerda. Men oldingi 2-3 qatorlik videosini hammasi deb keldim. Hozir bir iltimos murojaatnoma tayyorlab, hamma davlatlarga tashkilotlar o'zimizning davlatdagi Qizil Kurest tashkiloti, kishilik huquq tashkilotlari, BDT ishxonalari, shu hukumatning organlari yaxshilab kirib birimlardi. Buningki roli bek cho'ngti. Hozir qadar bu ishlarning bo'lganini anlamadim. Lekin bu ish yanılab kuchga ega. Hozir nurg'un kishilar so'rab ketib boradi, nima qilishimiz kerak, nima qilishimiz kerak deb. Her bir şahsiga siz ma'no qiling deb turadigan ish yo'q hozir. Bu oson emas. Agar o'qgan boshqa bir ish bo'lgan bo'lsa, men bilgan bo'lsam algacha men deb bo'lardim uni. Unda oddiy ish yo'q. Bu yerda bu ishlarni chuqur tashkiliy holda olib berish kerak. Hozir muhim ishlarning birisi shu, murojaatnoma sunish. Bu ish bek muhimdi. Bo'lsa buni lekin davomli bo'shat o'ynashmasak bo'ladi. Har bir shaxsiylar endi bizga deb bir men nima ish qilsam bo'ldi deb so'rasanglar, uning bunday bir hech javob yo'q bunday savollarga. Chuqur chet eldagi har bir davlatga Uyg'urlar birlashib, o'zimizniki davlatga mos keladigan murojaatnoma murojaatnoma, undan keyin uchur bilan ta'minlash o'sha ishlarni qilsak bo'ladi. Buniki chuqur unum bo'ladi. Amniyatda unum bo'yotadi. Biz vatandagi xilchi qadamlarni chet eldagi Uyg'ur faoliyatlari orqali qutuldirib qoldik. Buning nurg'un sifatlari bor. Buniki qiymatini hargiz to'nchalash bo'lmaydi. Ondan keyin qiladigan yana bir ish, shu obatini deb o'tdim, mana bir hafta Dunyo Qurultayı Ceneva'da chidir tikib o'shada faoliyat yapmoqchi. Ularning hisobga ehtiyoji bor. Iqtisodiy ehtiyoji bor, bu narsa bekchak bo'lib ketadi. Shunga agar boshqa ish qilamasanlarmi, agar imkoniyatlar yarab bo'lsa, mushtashlarga iqtisodiyotni yordam berib qo'yinglar. Ashmu ish, ashmu biz qilgan ish hisoblanadi. Shunga bu muhim. Oldingi 3 kun ichida Xitoylarniki bir qism maxfiy hujjatlari fosh qilinib,
Bütün dünya miqyasida matbuotlarni Uyg'urlarniki masalasi yana bir qatim oldi, bir yuqori to'lqin ko'tarildi bu. Bunun ichida singlimiz Asiya, inimiz Abduvali va boshqa qarindoshlarimiz bor. Bularni cho'ng rol o'ynadi. Tünögün Amerika Uyghur İnsan Hakları Projekti bir ispat berişdek bir faoliyatni o'tkazdi ya da necha kishilar nutq so'zlab, leksiya so'zlab obdan faoliyat bo'ldi. Undan keyin kunlarini xabarlarni bilgan RFA'ni anlashanlar mumkin. Shu men uzun to'xtalmayman. Ishqilib shu necha kun oldida endi dan boshlanib hozir Uyg'urlarniki ishlarini dunyoga xabar qilish jihatda yana bir cho'ng to'lqin ko'tarildi hozir. Bu biz uchun bir foydali vaziyat, yaxshi ish. Bizga yaxshi bo'lyotdi, nachar ishlar bo'lyotdi, ikkisi tang bor hozir. Shunga men yaxshini deb qo'ydim. Endi olgan ba'zi xabarlarni uni ulab endi deyman. Ma bu cuma günüki videonu işlep bo'lgandan keyin bir qancha xabarlar keldi. Men uni turli Facebook'larga, WhatsApp'larga, Twitter'larga chiqarib turdim. Bir qismini ko'rdinglar. Hozirga qadar shu Wuhan virusi bilan o'lib ketgan Uyg'ur, maygalgan, manki uchur bir qiz, biz bir singlimiz Qashqarda tugab ketdi shu virus bilan. Ondan keyin Qashqardagi lagerlarga virusning kirganligi haqida bu uchur keldi. Ma'lumotlar uchur keldi. Albatta men degandek buni men o'zim mustaqil holda jismlashtirish imkoniyatim yo'q meniki. Faqat mush kelgan uchurni sizlarga shu bilan deb qo'yaman. Buni inglizcha yozib chiqarib oldim hali. Ondan keyin Illinois'si Döngmazar yezisidan 4 Uyg'urniki Wuhan virus bilan yuqumlanib elib ketilganlik xabari keldi. Tüdelen aktifti. Andikin xabarlarda bor. Hozir G'ulji shahrida Uyg'urlarning o'larini asosiyatini pechatlab atdiyiq. Andan keyin shu Döngmazar yezisining darvozasini taqib atdi deb uchur keldi menga. Ba'zi qarindoshlar bu qanday darvoza bormi ekan, tam bormi ekan deb so'radi. Endi men u yerga berib boqmagan. O'z ko'zim bilan ko'rib boqmadim qanday ahvollarning borligini. Xabarlarda bor, shu 10-20 yilning mobaynida Xitoylar Uyg'urlar o'rtoqlashib, to'plashib yashaydigan rayonlarning hammasiga tam silib, uningga ishimni bekitibdi tumirishik. Hatto ko'zini, barmog'ini skan qilib turib kirdigan ishlar qilyapti. Endi G'uljining yezlarini qanday qilyapti buni men bilmayman. Endi ba'zilar darvozasi bormi ekan, burun darvozasi yo'q deb shunday deydi. Endi bu yaqingi 10-20 yil ichida o'zgarish ko'p bo'lib ketdi hamma yerlarda. Sharq Turkistonning hamma yerlarida. Menimcha bular qaragan chaqda mashinalar qatnaydigan, yez bilan yezlarni tutashtiradigan cho'ng yo'llarga darvoza bekitgan o'xshaydi. Menga kelgan xabarda shu darvozani qulplab sirtdan oqishni aytdi degan xabar keldi. Men shu gaplarni aynan ishlatdim o'zim inson uchurlarda. Shunga men bu ishlarni undan ko'p bilmayman, tafsil bilmayman. Mening farzimcha shu yezlarni tutashtirgan cho'ng yo'llarga darvoza bekitgan o'xshaydi bular. Endi Uyg'urlar aholi qurollarga tam silib darvoza bekitgan. Bizning o'tadan hamma yerda shundoq. Men 2 yillarning oldida hozir Uyg'urlar xatar chekib qoldi. Bir cho'ng voqea bo'lib qolsa, bular shu darvozani taqablamkin ketib qoladi, Uyg'urlarni ochib o'tirdi yoki osmondan ko'ydirish bo'lmasa bilan tashlab Uyg'urlarni yo'q qo'ydi. Uyg'urlarning ahvoli xatarli degan 2 yillarning oldida. Hozir endi mushtoq bu o'limg'ayatni virusning ishi keldi hozir. Shunga nurg'un Uyg'urlarniki uyini sirtini taqab qo'yib boshqa ketganligi xabarlarni angladik. Endi shu halqi virusla munosabatlik men bunda ko'p uchur kelmadim. Bir singlimiz vafot bo'ldi, 4 Uyg'ur tutilib ketibdi. Mush xabarlarkim. Vafot bo'lgan qiz Qashqarda ekan, tutilib ketganlar Illinois'niki Döngmazar yezisiniki mush ahvollar. Anikin degan yana bir singlimiz chiqargan uchurni ko'rdim men. Sadaf Uyg'ur degan singlimiz nimaga chiqarib qo'yibdi? Facebook'ga. O singlimiz Qashqar, Atosh, Urumchidagi necha oilalarning ahvoliga kelibdi. Egallagan ahvollari mundaqkan. Faqat sir chiqolmay ekan, hafta oxiri uyga qaytib, hafta ichida lagerdan har qaysi zavodlarga bekorlik emgak kuchi qatorida tarqitib, shu yerda ishlayotgan tuqqanlari
Kesel tarqalgandan beri uyga qayta olmay o'tibdi. Mana shuni men tushundim. Sizlarning xabarlarda bor, yaqinda Shuhrat Zakir bir qism Uyg'urlar o'qish bitirib xizmat qurlashdi degan. Bularning degani nima desa, bu Uyg'urlar dushanbadan juma kunigacha yana shu lagerda uxlab kechasi kunduzi lagerning tashidagi zavodga qul ishchining o'rnida ish qilar ekan. Kunduzi çalışar ekan, akşamüstü lager qaytib kelar ekan. Faqat shanba kuni uyga qayta olar ekan. Bu burunqi ahvol. Hozir endi mana viruslar qolgandan buyon bu Uyg'urlarni uyga bog'lab qo'ymay, shanba kunimi lagerda turishga majbur shunday tug'izib o'tibdi hozir. Endi ammo ular hatta oxirida oilasi bilan kamera orqali ko'rishalar ekan. Telefondagi kameralar orqali ko'rishalar uydagilar bilan. Lekin uy qayta olmay ekan. Bu bir bo'lgan o'zgarish. Ularga maska tartib beribdi. Shu lagerdan zavq berib ishlab qatnab turayotganlarga. Qashqardagi bir singlimizningki deyishicha, u qizning opasi lagerda ekan, 2 kunning oldida telefonda kameralar ko'rishibdi. Opasi maska taqib olibdi va hammalarga maska taqib berganligini aytibdi deydi. Lagerdagilarga maska taqib beribdi. Ma singlimizningki tarqatgan chiqqan uchurda mushundoq. Ondan keyin G'o'jidagi maktablarni 4-yanvar 1-kunigacha dam olishga qo'yib o'tibdi. Uncha o'quvchilar o'qimay ekan G'o'jidagi maktablar. Hozir endi yana bir chiqqan andisha Wuhandami turma bor bo'lishi mumkin Uyg'urlarni sulagan. Uyg'urlar qanday qolib ketgandi degan gap quloqqa kirib qoldi. Buni sizlarga bir deb qo'yay. Ondan keyin men yaqinda shu lagerda ishlab baqqan bir qarindishimizdan ko'rishdim, nurg'un paranglashdim. Ko'p uchurlarni bildim. Uni bilgan demayman. Buni kerak, buni yozmamni inglizcha buni qilishim mumkin. Ahvollar bak echinishliq. Bu anlagan narsalar men burundan tortib deb kelayotgan ishlarni biroz jazmlashtirdi. U nima deganda lagerda o'tib ketganlar bakchiq. Lagerdan qo'yib bergandan keyin chiqib ketganlar bakchiq. Bu xabarni anladim yaqinda. Ondan keyin lagerdan maypib chiqqanlarmi jiq. Mesela puti yo'q, puti yorilib ketib kesatdi degandaklar. Atab chiqqanlarmi jiq. Ro'y jihatdan, jismoniy jihatdan maypib chiqqanlar. Ondan keyin undaq bo'lmay chiqqanlarmi burungi lagerga kirib ketishdan keyin bilan sezgan chog'da nihoyat ko'p qiyib ketgan bir ishlanishtirilgan ahvollar shundoq. Endi lagerda turayotganlar simutning ustida yotadi ekan. Biz burun tatib bilamiz, har bir uydagi odamlarniki to'liq oqshomgacha yetib uxlash imkoniyati yo'q. Navbatlashib uxlaydi degan gaplarni biz necha isbotlardan oldik. Maqatim buni olganim shu yetib uxlaydiganlarimiz simutning ustida uxlaydi ekan. O'ylab baqinglar, simutning ustida shu oziq sovuqlarda uxlasa, uning ustiga bir nippiz adyolni bir nep qo'ydi ekan, ostida ishim yo'q deydi. Agar mushundaq yetib 1-2 oy yotsangiz simutning ustida nima bo'lib ketasiz? Buni tasavvur qilib baxsanglar bo'ladi. Meniki anlagan narsam dastlabda kirgan chog'da yuzlaridan nur yig'ib turgan shundoq sog'lom Uyg'urlar bir oydan keyin, 1-2 oydan keyin o'mlab mong'dan bo'lib qolgan ahvollarni deb berdi. Ondan keyin shu lagerlardagi odam tutishda cho'ng rol o'ynagan Uyg'ur sochlar bor ekan. Yaqinda o'tgan yilda ularning jihlarini tutib ketdi. Men burun degan Xitoyniki planning ichida oldi bilan so'lagan suv bo'lib, oxirida anikin parklar yo'q qilish uchun shu lagerlarda ishlagan, turmalarda ishlagan Uyg'urlar yo'q etish mumkin deb. Chiqib men bankan uchurda ashlarga yordam qilgan cho'ng soqchi boshliqlarni tutib akirib ketdi deydi. Ondan keyin bugun bir xabarni oldim. Bu xabardan biraz hoş oldum ham. O nima desanglar, Urumchidagi lagerlardagi odamlarning 60%ni qo'yibdi. Qo'yibdi degan joyda o'ylariga taqdir etmabdi. Bularni shu Urumchidagi zavodlarga o'rashtirib o'tibdi. ABTM degan bilan o'xshash. Endi bir farqi burun bularga ya maash bermay ekandik yoki maash bersa 300 so'm pul berdi ekandik. Yaqinda shu zavod o'rashtirilgan ularning bir qismiga tozliq ishchilari bilan o'xshash maash bergan qilibdi.
Masalan 2000-2500 so'm eğri degandek. Muşta bir ish bo'libdi Urumchida. Endi quyib berilganlarni ki nurg'un shartlar bor ekan, eğri shartlari. Buning birisi bular lagerdan chiqqandan keyin to'ylarga, savodashlar yig'ilishi degandek yerlarga ba'zi bo'ldi ekan. Lekin ularning hammasida cho'qim partiyani madhiyalab, partiyani maqtab tashviqot etib berish kerak ekan. Ular aniq debdi. Hamma yerda bizning odamlarimiz bor. Agar bizniki mashtigimiz bo'yicha qilmasang, lagerga qaytib kirsa, shunga cho'qim partiyaniki yosh kepin deb qatnatsang bo'ldi, ammo masalaysan debdi. Va men bu gapni olgandan keyin mening bir sodishim lagerga kirib chiqqan ekan shu nega bo'lsa partiyani maqtab so'zlagan bo'lib qolibdi deb anglab hayron qolgandim. Nima shu oldi? Endi bu sodishim bak kuchli sodishdi ro'yjatdan. Nima bo'lib qolgandi degan amaliyat bo'laniki, mana shart bor ekan qo'yib bergan vaqtida so'rlarga basam bo'ldi, boshqa kursam bo'ldi. Ammo cho'qim partiyani maqtaysa, sizni biz har vaqt kuzatib turmaymiz. Bir qatim bizga xilof qilsam, lagerga qaytib ketsan deb qo'yib berdik bularni. Ma gapni olgandan keyin savadishimniki nima qanday bo'lib qolganligini tushundim. Lekin lagerda chiqqanlarniki Xitoyniki Sharq Turkistondan boshqa yerga berishiga chet elga chiqishga qat'iy bo'lmay ekan. Buni o'tgandan bir qatim dedim. Ular qat'iy pasport bilan berilmay ekan. Hozir endi yana bir cho'ng paraz Urumchida 60% lagerlarniki odamlarini zavodlarga o'rlashtirib ishlab ketgan bo'lsa, nurg'unlarini kesyapti, agar turmalarga kiryapti. Shunga hozir lagerlarni taqvason degan so'zniki azadi qancha qiymati bor. Biz burun bildigan 3 milliondan 5 million uyg'urlarni sulab olgan lager aniki hozir qanchiligi bor, qanchaliklari turmaga o'zgartirildi, qanchalik uyg'urlar shu lagerda yetib qopib zavodlarda qo'l ish ishlab atadi degan bu jihatdagi umumiy manzara aniq emas. Ammo hozir mushtaq yuzlanishlar bor. Endi oxirida deb qo'ydiganim uyg'urlar bu qatimki endi yaqinqi ma'rifatlardan qaragan chog'da chet elniki Amerika, Yevropa uyg'ur faoliyatchilar, chet eldagi uyg'ur tashkilotlari mushtarniki ko'rsatayotgan tirishchilig'iniki unumi bo'lyotadi. Bir qism yaxshi ishlar bo'ytibdi. Herhalde bu viruslarning oshishni ahvolimi men ikki kunga yelga uchurlardan qaragan chog'da burun paras qilgandek u darajada eg'ir emas deb bilinyotdi. Onun ustiga yaşamagan chog'da lagerdan chiqarib bir qism uyg'urlarni, ko'p sonli uyg'urlarni zavodlarga o'rlashtiribdi. Mana bu boshqa bizda hech cho'ng umid bor. Endi mening farzimcha 1 million uyg'urni olib qoldik deb faraz qilaman hozirgacha. Jinidan 1 milliondek uyg'urlarni jinidan olib qoldik deb. Yine qancha uyg'urlar tugab ketishi mumkin? Buni uqmaymiz. Men yaqinda bir inglizcha narsani yozib chiqib qo'ydim. Uningda Xitoy e'lon qilgan nupsani bilan mana shu 2018-yilning oxirida haliqi bir Xitoy rahbarniki degan so'zni birlashtirib, uyg'urlardan kam degan chog'da 4 milliondan ortiq odam yo'qotilishi mumkin degan farazni o'tirib inglizcha yozib taqdim etdim uni. Ashta qilib qo'ydim. Shunga men 5 milliondek uyg'urlarni olib qolish ehtimolimiz bor deb o'ylayman umumiy jihatdan. Endi ashta bo'lgandimi bizning uyg'urlar nupsi ko'p. O'tganda ba'zi shularni dedim men sizlarga. Bizniki o'zimizning hisoblashib bo'yicha qaragan chog'da Sharq Turkistonda 2017-yildan burun kam deganda 18 million bilan 20 milliondek uyg'urlar bor, kam deganda. Ashta bu boshqa Xitoylarni agar 5 million yo'q qilyapti desak, yine 13 milyondan jiq adam, 13-15 milyondan jiq adamimiz bor degan gap. Shu uyg'urlar yo'qolib ketmaydi. Men burun degan buni. Uyg'urlar yo'qolib ketmaydi. Uyg'urlar keyingi 100 yil yo'qolib ketmaydi. Xudoyim bo'lsa, mushqitim mushbishimiz kelgan cho'ng balo afat, yomon ish bir yaxshi aylanib qolish mumkin. Agar xalqaro hozirdak minib bu ishlarga haqiqatda aralashib, Uyg'urlar Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga qilayotgan zulmini to'simiz desa, Uyg'urlarga bir nayti cho'ng fursat keladi. Xitoy kompartiya hokimiyatining qulida emas, boshqacha yashaydigan bir fursat keladi. O fursat deganda konkret nima shaklda keldi, qachon keldi o'qimaymiz. Degan bir fursat keladi. Ehtimol bu qatimki bu yomon ish yaxshi qilinishi mumkin Uyg'urlar uchun. Endi tarixdan buyon
erkeklikka erishgan millatlarniki hech qaysiligi badal to'lamay erishgan emas. Hammasi badallarni to'lab erishgan. Bizga bu badal to'lash bosqichida hozir badal to'layotgan badalimizdek ig'ir bo'lib ketdi. Yine qancha pul to'qmaymi. Lekin biz hargiz yo'qolib ketmaymiz. Uyg'urlar hargiz yo'qolib ketmaydi. Yine nurg'un Uyg'urlarimiz yashaydi. Xudoyim bo'lsa, agar Uyg'urimizning asosiy nupsillam saqlanib qolsa, uniki tili, madaniyati, urf-odati qolgan narsani asli keltirish ancha jiq vaqtlardan narsa emas. Tez asli keltirib oldi. Shunga bu deganlik chet eldagilar endi yine sabr qilib, Allohga hamisha Allohga ishtirib qo'yib, Alloh qilibdi deb o'tirsak qamashmaydi. Biz yine qilishimizki, hammasi qilishimiz kerak. Men abiyatimni deb o'tdim. Shu bu jihatda bu ish qilishga qat'iy bo'lmaydi. Shu buguncha shunchalik bundan keyin biz ham yetkazilgan uchurlarniki to'g'ri bo'lishiga texnik kuchayman hozirqadammi. Endi men bu o'zimniki imkoniyatning ichida eng zo'r tirishlarni ko'rsatib, eng to'g'ri, eng to'g'ri uchurlarni yetkazib tirishyapman. Lekin ba'zi joylarda ancha-muncha eksperimentlar bo'lib qilish mumkin. Bu birisi, yana birisi Sharq Turkiston bek cho'ng. Bek cho'ng. Ashta bu boshqa o'xshamagan odamni egallagan uchur Sharq Turkistonniki ma'lum bir joyda bo'lg'ashqa bir yerdagi ahvolni yamrigan yerga ahvol o'xshamay uchurlarda biroz farqli bo'lib qolishi mumkin. Bu xuddi bir ko'p yuzlik moddaga o'xshaydi. Men yerni ko'rsam, siz yerni ko'rasiz. Bu ikkisiga o'xshab ketishi notayin. Ashta bo'lg'ashqa ba'zi joylarda men yetkazgan uchur bilan siz onga uchursa o'xshamay qolsa, aldirabli yakun chiqaman to'g'riliq. Biroz o'ylanib, mana shu farqlarni bulg'alan esimizdan chiqaman. Mağlanırsa, bir gün müşteri sözler, kiler katım kürüşçe aman bulunlar. Hayır, hoş Allah'a emanet.